Canım, yaxshimisiz? Ovqat suzmoqchi edim. Yo'qmontajga aytsizmi? Telefonim otsin deb. Keyin yoshingizcha? Sizni sog'indim. Qachon kelasiz? Qo'yaga o'xshab uyalib qo'yib. Anig'ini ayting, qachon kelishingizni. Bugun ham kelaman aytib qo'yay. Qachon keladi? Birga o'tiramiz. Maylimi? Chiroyli. Sizga qo'yman. Siz sog'indim. Ertaga kelsangiz yaxshi bo'lardi. Bugun telefon qilaman-da dadasiga. Agar kelmayman desa ertaga kelasan. Choli kelmaydi hali men bilaman. Hech daddaringiz chiqarmay ertaga kelsangiz tushundingizmi? Bo'pti, mayli, xayrjon. O'zi ish qilyapman shunga. Shuni internetga chiqaring bu. Men smartfon qo'yamiz. Siz nega smart bo'lasiz? Smartfon bu. Shu ishdan keyin qanaqa erkakman deb bosh ko'tarib yurasan? Yo'q, to'xtang, javob bersin. Ertaga xalqni oldida ham javob berish kerak. Ikkita bolani yetim qilgan isqirt. Yetim qilmay, shu o'ylanib bu. Yo'q, nega? Bu ikkitasini haromisiga nega men jiyanlarim qo'shilish kerak ekan? Bu ikkitasi bu yerda yetim bo'lib qoladi onasidan. Mana harom onasidan qoladi. Shuni kallang sabrashat qilyaptimi? Sen tavba qilma. Sen o'sha haromga bo'g'zinggacha botib bo'lgansan. Buni haromisiga sen sherik bo'lib bo'lgansan. Okey, dadam aytgan turing, men ketib qolmasin. O'tir. O'tir. Agar men cho'yda Allohning yo'liga chiqib Ketasan. Dadang bilan akang nomusi chidasa, qo'yib yuborsin sen. Bo'lmasa osib, yo'q. So'yib o'ldirsin. Yo'q, kiymaysan. Sen bunga arzimaysan. Qilgan ishing bilasanmi nimaligini? Nima yetmayotgan edi sen haromaga? Nima yetmayotgan edi senga? To'xta, yana bitta gap qoldi. Dadam seni qachon poyladi kiyinayotganingni? Nega qo'shnilarga shunaqa gap qilib yursan? Kimga aytdim? Gulxoyga aytgansan. Gulxoy butun mahallaga yoygan. Nega eshitmaydi deb o'ylama meni. Hammasini bilaman. Bunaqa dedim yo'q. Kim kiyayotganda qaynatam meni poyladi degansan, o'chir ovozingni. U qayta chaqiringiz bo'lmasin. Sen hech qanaqa isbotini topib bo'ldi hamma gap, bilasanmi? Hozir keladimi? Iskandar akani keliniga ham aytgansan bu gapda. Uni qo'shnilar kemasi atrofida bir qarab oring. Yorqin oy kelgan. Men senga necha marta ogohlantirish berdim, o qadamingni o'ylab bos deb. Seni gaping meni amam dedingmi? Bo'lak chiqdingmi, qisib yasha dedingmi? Sen hech narsadan bilmaydi deb, xabar olmaydi deb o'ylagansan-da. Meni mingta ko'zim bor qishloqdan. Sen necha marta qayerga borib kelganing-u, qanaqa kiyim kiyib kelganing-u, hammasidan xabarim bor, bilasanmi? Xatoni bir marta qilasiz, sen necha marta qilyapsan bu xatoni? Necha marta ko'rishding? Qo'toqqa shunchalik zormisan? Aytganingda men senga yasama qo'toq olib kelib berardim. Akamiki yetmayotgan bo'lsa. Sen meni mahallada sharmanda qildingmi? Uyingga boraman hozir. Keyin sening to'yini bo'lganini ko'raman, tushundingmi? Tushundingmi? Hech qanaqa ashqal-dashqali yo'q buni. O'zidan boshqa, boshidan boshqa og'irligi yo'q. O'g'limni aytmasam, o'g'lim zadni ko'rsin-da, kimligini ko'rmasin bu. Sen bitta oilani buzib ketishiga sababchi sen bitta haromisan. Tavba qildim deb gapirmagin sen. Bo'g'zinggacha, quloqinggacha botib bo'lgansan. Ko'tligingni ham tan ol. Erim bo'lib aytdimi? Nega shu ishni qilding? Eri borligini bilib turib. O ko'chada jalabganmidi senga?
Er yo'q xotinlar kammidi yoki? Ya bu shug'ullanganiga huquq qo'ydimi? Yo'q. Namoz o'qiganichi? Namoz o'qib turib nega bilmasmiding? Sen shu dinlar vafot bo'lsa, bu nima qilsan? Sen yoshlik emas. Sen birinchi marta qilmayapsan hamda bu ishni. Tan olgin. Yo'q, birinchi marta. Ko'dsanu, erkaksanu deyishimga arzimaysanu. Bolalarga qarab turing. O'tirish o'tkamay qiling. Ayollar uni shu dadang yangi dadang ekan. Shu dadangga erga tegan, shu sen dadang bo'ladi. Bu ayol Kichkina yig'layapti. dadang turmushga chiqdi. Kiring. Suv bermayga. Ana suv. Ana suv pastda. Yani bu ama ki bunlar ilgilen konuştuğunu o ilgilen Necha marta kelgan bu yerga? Yo'q, bu buni ham tashlab ketgan, biroz ko'rishgan bu bilan. O'lager. Necha marta ishxonangga bordi? Bir marta. Yolg'onni gapirma. Oh, O'lager bir marta borgan, shunda ham shundan ko'tarib borgan. Qorovullar ham yaxshi tanib qolgan ekan buni. qorovullargacha biz so'rab surishtirib bo'lganmiz. Necha marta kelganini, necha soatlab o'tirishinggacha bilaman men. Bir marta. Qorovulni aldab turdi, ular necha marta kelganlar? Qorovul yomon gapirdilar. Bir marta Tegma. Tegma bo'pti. Birovni bolasida bu ham tegma. Nega? Baqirmang. Qo'shnilar Birovni bolasi bo'lsa nega? Biz qalamchidan bino bo'lgan ekanmizda. bolalar ham yaxshi ish kerak. Bu sen ketasan enanglarga, shunday kiyinaver. Shuni bo'yicha shapkani kiy boshingga. Enanglarga borasan. Men hammasi yozamlar. Oy. Sen o'sha yoqda o'shalar qanaqa hukm chiqarsa o'sha. Buni dadasi bilan akasi xohlasa chopadi, xohlasa so'yadi. Xohlasa osadi ikkalang, tushundingmi? Tegma. Siz kiring, bolalarga qarang. Mayli yeri kelsin, hech bo'lmasa yeri kelsin, bo'pti. Baqirmang. O'zgacha yozamlar men rozni. Yo'q. Ket, mashinaga chiqadi bular. Qo'lini boylang. Shunga kiyolay. Yo'q. Qochmayman. Hech qanaqa kiymaysan. Qochmayman. Hech narsa kiymaysan.